Assalamu alaykum, hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamızğa xoş gəldinizlər. Biz bugün balağat dərsimizin 13-cü dərsini oxuyumuz. Biz bugün balağat ilminin ikinci temisi bolğan ilmul bayan degan temisini başlayımız. Biz ilgirki saatlik dərsimizdə ilmul maanini ayaqlaşdırdıq. Endi biz 5-də, yəni munderecisdə əsiltib ötkəndək balağat ilminin 3 çoğun temisi var. Birisi ilmul maani, ikincisi ilmul bayan, üçüncüsü ilmul badi'. Endi bazı kitaplarda ilmul bayanni ilmul maanidin burun sözleydi. Köpünç kitaplarda ilmul maanini burun sözleydi. Biz şu köp sonluq ulamalarning tərtibi boyunca mangduq. Yani ikincisiga ilmul bayanni tuzduq. Endi ilmul bayanda nimalar sözlündü deganda birinciden təşbih sözlündü. Təşbih, yani oxşutuş. Bu oxşutuşda nimalar sözlündü? Birinciden tarifi təşbih, təşbihninki tarifi, yani nima ekanligi, ikincisi təşbihning erkanlari, üçüncüsü təşbihning qismlari, dördüncüsü təşbihninki g'arazlari, yani maqsadlari. Bu birinci temisi, ilmul bayanning birinci temisi təşbih. İkinci temisi mecaz. Üçüncü temisi kinoya. Endi təşbih degan nima, mecaz degan nima, kinoya degan nima, biz tövəndəki dersimizde okuyumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Onda biz dersimizni başlayalım. Teşbih. Bununki lügat ma'nosini degan gap, hammamiz bilamiz, o'xshatish degan gap. O'xshatish. Bunun istilohiy ma'nosi shu. Istilohiy ma'nosini biroz qilibga kiramiz, ammo shu uqum shu, ya'ni o'xshatish. Shu kitobimizda deydi, lug'atan tamfil, o'xshatish, misol keltirish degan ma'noda istilohan ilhaqu amrin bi amrin fi vasfin bi adatin li g'arad. Bir ishni yana bir ishqa bir sifatda vasita bilan maqsad uchun qo'shash. Bir ishni yana bir ishqa bir sifatda vasita bilan, ya'ni kapga o'xshash, misliga o'xshash bir o'xshash vositalari bilan li g'arad maqsad uchun qanday qilish? Qo'shash. Ya'ni bir narsani yana bir narsaga bir ma'lum sifatda o'rtaq holatda qo'shash. Masalan, Ali qattiq botir olsa, deymiz Aliyun kal asad. Ali yo'lbosga o'xshash dedim. Ali yo'lbosga o'xshash. Men bu yerda Alini yo'lbosga bir ishni qo'shdim. Qaysi ishda? Botirlikdan iborat bir ishni qo'shdim. Bi adatin vasita bilan, qaysi vasita bilan qo'shdim? Kaf degan bu odat vasita bilan, o'qitishning vasita bilan qo'shdim. Nima uchun qo'shdim? Li g'arad, maqsad uchun. Qaysi maqsad? Botirlikni ifodalash uchun. İlhaqu amrin bi amrin fi vasfin bi adatin li g'arad. Bir ishni yana bir ishqa bir sifatda bir vasita bilan maqsad uchun qo'shish. Misoli, al-ilmu kan-nuri fil hidayah. Ilm nurga o'xshaydi hidoyatda, yo'l boshlashda. Shundaqmi? Endi bu o'xshashninki, ya'ni tashbihninki arkanlari bor, ya'ni to'riklari bor. Erkanları deganimiz şu bo'lmasa, o'ri turolmaydigan erkanlar bor. Bu qancha 4. Masalan, imom misol qarab baqsaq, ilm nurga o'xshash dedim. Bu yerda o'xshatilg'uchi qaysi? Ilm. Biz buni arab tilida deb ataymiz, mushabbah deb ataymiz. Qaysi xil vosita bilan o'xshatdik? Kapni kelib o'xshatdik. Buni biz adatut tashbih, o'xshash vosita deb ataymiz. Nim bilan, qaysi so'z bilan o'xshatdik? Ya'ni o'xshatilgan so'z qaysi? Nur. Bunu biz arab tilida mushabbahun bih deb ataymiz. Qaysi jihatda o'xshatdik? Hidoyatda. Ya'ni qandayda yo'l boshlashda. Buni biz o'xshatish yo'li deb ataymiz arab tilida. Vajhu shabh deb ataymiz. Demak, qancha xil arkani bor ekan? 4. 4 xil arkani bor. Birinchisi mushabbah, o'xshatilg'ichi. Masalan, al-ilmu o'xshash yuqorqi jumladagi. Biz ilmni qanday qildik? O'xshatdik. İkincisi mushabbahun bih. Yani onun bilan o'xshatilgan so'z. Bir so'zni yana bir so'zga o'xshatamiz. O'xshatilgani mushabbah. Onun bilan o'xshatilgani mushabbahun bih bo'ladi. Masalan, al-ilmu kan-nur degan vaqtda biz nur degan bu so'z bilan ilmni qanday qildik? O'xshatdik. Shunga bu mushabbahun bih bo'ladi. Üçüncüsü vajhu shabah, o'xshatish yo'li. O qaysi jihatda? Hidoya. Yo'l boshlash, hidoyat jihatda deb o'xshatish yo'li. Endi vasitasi o'xshash vasitasi al-kaf. Kan-nurdagi kaf. Demak, tashbihning qancha rukni bor ekan? 4 rukni bor ekan.
Birincisi müşebbeh, ikincisi müşebbehun bih, üçüncüsü vechhu şebeh, dördüncüsü adatut teşbih. Onun başka vasıtaları var. Adatut teşbihininki mesela bu kaf, misli, şunda kema, ondan başka keenne mesela. Ve hatta bunda vasıta bir cümleden cümle okşatılsın buludu. Bunun tüendi misallarını okuyumuz. Ne bile okşatsak bir okşuş ifadelense buludu. Hem de teşbihinin bir qancha kısımları var. Onu bilan tanışıp çıkmamız. Mesela nimaga asosan bunda qismga bölümümüz bunu deganda, ba'zi jumlada biz yuqori so'zlagan tashbihning 4 ruknisining birisi so'zlanmay keladigan, ba'zi ikkili so'zlanmay keladigan ahvollar bor. Shuning qarab turib tashbihga ism qo'yamiz. Birinchisi at-tashbihul mufassal. At-tashbihul mufassal. Bu tashbihul mufassal degan nima desa, ma zukra fihi vajhu shabah. Uningda vajhu shabah so'zlangani. O'xshash yo'li qanday qilingani so'zlangani. Masalan, ente keşşemsi fi fiddiya. Sen yoruqluqda yoki chaqnashda quyoshga o'xshash. Shunaqa bu jumlada vajhu shabah qanday qilindi? So'zlandi. Qaysi? Daya. Demak, bir o'xshash jumlasida vajhu shabah so'zlangan bo'lsa, bu o'xshashni bo'ldi ekan tashbihul mufassal. Ikkinchisi tashbihul mursal. Tashbihul mursal degan nima desa, uningda o'xshash vositasi so'zlangani. Masalan, deydi ma zukrat fihil adat. Uningda vasita, ya'ni tashbihning vasitasi so'zlangani. Masalan, anta kasham fiddiya. Demak, majmunda kapdan iborat o'xshash vasitasi so'zlandi. O'xshash vasitasi so'zlanmaymi kelam desa keladi. Demak, ikkala jumlani ham tashbihul mufassal, ham tashbihul mursal deb degili bo'ladi. Bir jumlada ikki yoki undan ortiq atalg'umichi kelalaydi. Bu jumla biz hem teşbih mufassal diyelaymiz, hem teşbihul mursal diyelaymiz. Üçüncüsü teşbihul muakked. Ta'kidlangan teşbihden do'qamda bu nima degan gap desa, ma huzifat minhul adat. Unda o'xshash vositasi tashlangan. Masalan, huwa bahrun fil jawd. U saxiyliqda dengiz. O'rtimizdan bag'o shunaqa dengizdek demay, u bir dengiz yoki u bir ilimli dengiz. Bu yerda nima o'xshash yo'li bor, al-jawd shundaqa. Nima yo'q? Odat yo'q, vosita yo'q. To'rtinchisi tashbihul mujmal. Bu tashbihul mujmal degan nima deganda, ma hudifa minhu vajhu shabah. Hamda uningda vajhu shabah so'zlanmagan bo'lsa, bu tashbih nima deb ataymiz? Tashbihul mujmal deb ataymiz. Masalan, anta kash-shamsi yoki anta kal-asad. Anta kal-asad desam, bu tashbihul mujmal edi. Nimishqa vajhu shabah so'zlanmadi. Agar anta kal-asad fi shajaati desam, bu unda olanmaydi. Chunki buningda vajhu shabah so'zlandi. Vajhu shabah so'zlansandan bo'ladi, mufassal bo'ladi. Undan keyin tashbihul baligh. Bu tashbihul baligh degan qanday deganda, ma hudifa minhul adat va vajhu shabah. Uningda vosita va vajhu shabah ikkilisi teng tashlansa, bu tashbihul baligh bo'ladi. Masalan, Aliyun asad. Ali bir yo'lvos. Sam shujaada batuluq degan vajhu shabahni ham akamidim, kal asad deb qapnimi shu akamidim. Demak, bir o'xshash jumlasida vajhu shabah va o'xshash vositasi so'zlanmasa, bunun bo'ladi tashbihul baligh bo'ladi. Undan keyin tashbihul dimni. Tashbihul dimni degan nima deganda, u qaranglar. Oldin ig'zoki bir tushuntirib o'tay. Tashbihul dimni degimiz biz ma yuqorida o'rgangan shaklda kelmaydi. O bir bo'lak jumlani akilib, bir bo'lak jumlani akilish orqali o'xshatamiz. Deydi, huwa tashbihun la yuda'u fihi al-mushabbah wal mushabbahun bih fi suratin min surati tashbih al-ma'ruf. Qaranglar, o bir tashbihga qo'yilmaydi. O tashbihda mushabbah va mushabbahun bih bir ko'rinishdagi ma'ruf bo'lgan tashbihning ko'rinishlaridan. Ya'ni biz biladigan ma'ruf bo'lgan tashbihning ko'rinishlaridan bir ko'rinishda mushabbah va mushabbahun bih qo'yilmaydi o tashbihda. Qanday qilinadigan bo'lsa, bal yalmahani min at-tarkib. Balki shu jumladan, ya'ni tarkibdan ima qilinadi, ya'ni ishorat qilinadi, ya'ni puritiladi. Yo'qlik gap burati deydigan gap bor, ha, puritimiz. Uchuq uni tashbih topolmaymiz, ammo puritimiz. Qanday masalan? Masalan, la tunkiri atalal karimi min al-ghina fas-saylu harbun lil makan al-ali deydi. Masalan, bir ayol kishi sizni boy tursangiz, sizda ya bir
bayg'uchliq mashinangiz yo'q ekan yoki oliy soatlaringiz yo'q ekan qo'lingizda desa buni nima deb javob beramiz? La tunkiri atalal karim min al-ghina. Ma sexiy odamning boyliqdan atala degan gap bekoch bo'ldi, amaldan qoldi degan gap. Ma karim boy odamningki, sexiy odamningki boyliqdan bekoch bo'lganligi, amaldan qolganligini inkor qilmang. Demak, uning boyligini ifodalamaganligini siz inkor qilmang. Fasaylu harbun lil makanil ali. Selmo igiz yagicho harb, düşman degan gap. Igiz yagi salmo qana qilmaydi, oqmaydi. Demak, igiz yaga suv chiqmagandek, suvdan xoli tug'anday igiz ya. Ma karim, saxiy odammi, unda boyliqdan xoli turadi deb shuni o'xshatmoqchi bu yerda. Demak, bu yerda tashbihmi yo'q, boshqa mushabbahun bihmanda biz bildigan shaklda yo'q, qo'ya olmaqliq. Bunun bo'ldi tashbihut dimni. At-tashbihul maqlub. Tashbihul maqlub degani nima esa ta'tur tashbih debdi-ku. Bu ta'tur tashbih deganimiz mushabbahun bihni mushabbah qilib, mushabbahni mushabbahun bih qilgan bo'lsa, bu tashbihul maqlub bo'ladi. Deydi: "Va ja'alul mushabbahun bih." O mushabbahni mushabbahun bih qilish bid'a bir da'vo bilanki, vajhu shabah uningda kuchlik va taxmi oshkora deb. Ya'ni mushabbahun bihda o'xshashuli texim kuchlik deb qarab, qana qilamiz? Mushabbahni mushabbahun bih qilamiz. Qanda bo'ldi bu deganda, masalan, ka'annan nasim fir riqqati axloquhu. Qaranglar, odatda biz axloqli qadam nasli, uning axloqi muloyimlikda bir yipakka o'xshaydi. Shundaqo yipakdek desam, bu vaqtda men axloq mushabbah bo'lgan bo'ladi, yipak mushabbih bo'lgan bo'ladi. Ammo tashbihul maqlub qilib biz buni xuddi yipak uning axloqiga o'xshaydi desam, yipak uning axloqiga o'xshaydi desam, texmi ifodalashmao, texmi kuchli ifodalashmao. Chunki uningda o'xshashlar texmi kuchli deb qarasak, shunda ifodalaymiz. Ma ba'zi shoirlar burunqi podshoh xalifalarni shundoq maqtagan. Masalan, sizning yuzingiz quyoshga o'xshash oq demay, quyosh sizning yuzingizga o'xshash oq, quyosh sizning yuzingizga o'xshash chaqnaydi deb mushabbahni mushabbahun bih qilgan. Bu texim kuchli. En oxir qism de tashbihning qismlaridan tashbihu tamthili. Bu tashbihu tamthili degan nima deganda, tashbihu tamthili deganimiz va tashbihu suratin murakkabatin min iddati ashya bi suratin ukhra murakkaba. Endi bir qancha narsalardan tuzilgan bir ko'rinishni, yana boshqa bir qancha narsalardan tuzilgan bir ko'rinishga o'xshatish. Bir so'zni bir so'zga emas, Alini Asadga emas, bir qancha narsalardan tuzilgan bir jumlani, yana bir qancha narsalardan tuzilgan bir narsaga qanday qilish o'xshatish. Masalan, Qur'on karimda buning misoli: "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba." deydi. Mallarını Allah yolunda çıkım kıldığın kişinin misali kemathali habbatin bir uruk o'xshaydi. Anbatat sab'a sanabila. 7 başaq chiqargan, o 7 başaqning har birida 100 dan ba urug' bor. Desak 700 shunday qo'y. 700 esa ko'paytirildi degan gapmi shu. Demak, bu bir aqlam bug'doyga o'xshaydi, saxiy odam demay, Allah yo'lida bilan chiqilgan kishi deb bir qamında bir cümleni kemathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Bir urug'ga o'xshaydi ki, u urug'da 7 dananing bor, bashaq va har bir bashaqda 100 dan urug' va, 100 dan dan va. Demak, bir xil ko'rinishni, uzun ko'rinishni, ya'ni bir uzun ko'rinishga o'xshatgan bo'lsak, buni bo'ladi tashbihut tamthili bo'ladi. Unda bo'lsa, bizningki tashbih darsimizning oxirgi mazmun ag'rabut tashbih. Endi o'qishning qismlarini tushundik. Nima deb o'qishdimiz? Biz ilmiy bayonni qanday ilm dedik? Ilmiy bayon deganimiz gapni xilma-xil shaklda ifodalashni o'rgatadigan fan. Ilmiy ma'anicho o'rinli mas holatda gap qilishni o'rgatsa, ilmiy bayon gapni go'zal, har xil shaklda, bir xil gapni har xil shaklda ifodalashni o'rgatadi. Masalan, Ali'ni Batur desem bo'ladi men. Ammo Ali yo'lvoz desem bu bir ifodalash usuli. Shunday-ku. Birinchisi bayan imkanil mushabbah.
mushabbahninki mümkün bo'lganligini bayon qilish. Bu nima degan gap? Masalan, shoirning so'ziga o'xshash: "Fa in tufiqal anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damal ghazzali." Endi bir odam o'zining nihoyat iqtidorli ekanligini, o'zining zodi ma bir to'p odamlardan emas ekanligini, o'zining bir yuqori martabada ekanligini da'vo qilgan bo'lsa, biz nima deymiz o'z odam qarta? Fa in tufiqal anama wa anta minhum. Agar sen eshib ketsang, asli faqa yafiqdan chiqqan gap, faqa yufiqu. Agar sen insonlardan eshib ketgan bo'lsangmi, wa anta minhum, sen ulardan, fa innal miska ba'da damil ghazzal. Chunki misk, ya'ni ipar kiyikning qinining qatoridan. Demak, bu yerda qanday o'xshash deganda, bir odam tuvan tabiqadan chiqqandan birisi usabkin, men u topdan emas, men u tabiqadan emas degan bo'lsa, bu hayron qolarlik ish emas u. Sen shu kishilardan eshib ketgan bo'lsang, sen ulardan, chunki iparmi qonning bir ba'zisi u, kiyikning qonininki bir qismi. Demak, qonninki ba'zisini ipar yasilib chiqqanga o'xshash, unda to'n odamning ichidanmi senda ilg'or odamlar uchun chiqadi deb mushabbahninki mumkin bo'lmaydigan bir ishni da'vo qilsa, biz uningki imkon mümkün bo'lganligini bayon qilib berish uchun qanday qilamiz? Tashbih qilamiz. Bu birinchi sababi. İkincisi, bayan halil mushabbah. Mushabbahninki holatini bayon qilish. Qanday holati bo'lishi kerak? Shundaqmi? Masalan, misollaridan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humad. Mü'minning misali do'st bo'lishida, bir-biriga rahim qilishida va bir-biriga hisdoshlik qilishida jasadga o'xshaydi. Idha ishtaka minhu 'adwun, endi jasadga o'xshaydi deb o'xshatib shundaqo, bu yerdagi tashbih tugidi. Endi bu yerda nimani maqsad qildik bundan? Ma mushabbihning bo'lishga tegishlik holatini bayon qildik. Bir mushabbah, ya'ni mu'mindan iborat mushabbah xuddi jasadga o'xshash bo'lishi kerak. Idashtaka minhu adun. Agar bir a'zo undan shikoyat qilsa, ya'ni kasallab qolsa, boshqa jasadlarning hammasi uyqusiz qoldi, qiziydi shuning tufayli. Shundaqmi? Tishimiz og'rib qolsa, masalan, uxlayolmaymiz, qizib ketamiz. Mu'minning misoli shunga o'xshash. Demak, bu yerda mu'minning holatini qanday qildik? Bayon qilib berdik, o'xshatish orqali. Üçüncüsü, bayan miqdar halil mushabbah. Mushabbahning holatining miqdorini bayon qilib berish. Masalan, thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Ondan keyin ular sizlarning qalbingiz qetib ketdi, fahiya kal hijara. O toshga o'xshash. Aw ashaddu qaswa. Yoki undan qattiq. Demak, biz bu o'xshash orqali mushabbahninki holatining qanchalik darajada qetib ketganligini, ya'ni miqdorini qanday qildik? Bayon qilib berdik. To'rtinchisi, taqriru halihi va taqwiyatu sha'niha. Mushabbahning ahvolini bekitish va uning ahvolini kuchaytirish. Masalan, shoirning so'ziga o'xshash: "Innal quluba idza tanafara wuddaha." Qalblar agar uning do'stligi cheshilib ketsa, tarilib ketsa, nimaga o'xshaydi bu? Aynakka o'xshaydiki, chiqilib ketgan layujbar, tang'ilolmaydi. Demak, endi biz bu yerda bir qalbninki, do'stliqninki cheshilib ketishini nimaga o'xshatdik? Bir sunib ketgan aynakka o'xshatdik. Demak, bu yerda mushabbahni biz nimaga o'xshatdik? Mushabbahni nima ish qildik? Uning ahvolini kuchaytirdik. Shunchalik xatar ekanligini. Ondan keyin eng oxirgi g'arazlardan mushabbahni go'zallashtirish uchun va satlashtirish o'xshatamiz. Ba'zi vaqtda go'zallashtirishni o'xsatsak, ba'zi vaqtda satlashtirish uchun. Biz uyg'ur tilimizdan ba'g'o onin tili, kolninkidek deb o'xshatamiz, nima uchun? Satlashtirish uchun. Arab tilida shundaq. Masalan deydi, "Sawadu wadihatul jabin kamul qadhabil gharir" deydi. Uninki peshonasininki qorliqi, ya'ni uning peshonasining qorliqi xuddi kiyikning kuzga o'xshaydi. Kiyikning kuzining qorchug'iga o'xshaydi. Ma muqla degan gap kuzning qorchug'i. Simiz bo'lgan bir kiyikninki
qarchoğuz o'xshaydi deydi. Demek bu yerda biz o'qitish orqali nimani ifodalamoqchi? Uning go'zal ekanligini qanaqa qilmoqchi? Ifodalamoqchi. Endi satlashtirish qanday ifodalaymiz deganda, masalan, va tuftah va ichiladi la kana degan gap hargiz ichilmasin. İçilidi hargiz ichilmasin. Fama ma jumla mu'tarida. Jumla mu'taridani demaydi tarjima qilib berayozir. İçilidi va tuftah ochsiz bir og'izni law ra'aytahu yoki tuftahu faman ishladu yoki bir ig'iz agar ko'rsangiz uni o'ylab qoldingiz u ig'izni do'zaxdan bir ishq ishladi deb o'ylab qoldingiz. Demak, qaranglar o'qishning satligiga. Ba'zan ig'izninki ama sad gap qildiganligini yoki ig'izning bizapligini ifodalash uchun va tuftahu faman ishladu bir ig'iz law agar ko'rsangiz u ig'izni o'ylab qoldingiz bir ishik do'zaxdan ichildi deb o'ylab qolasiz. Qanday qilishma bu bir taqbih satlashtirish. Allah kana degan gap ishladi bir ig'iz, hargiz ichilmasin unda ig'iz demakchi. Demak, tashbihning tuvandagidek g'arazlari va onda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Oxirida ko'nikma berilgan, buni sizlar ishlaysizlar, bu sizlarga topshiriq. Misol qilib birini ishlab berdim. Onda bo'lsa vaqtdoshlar, kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت